O'zbekiston yetakchisining Muborak Qurbon hayiti munosabati bilan aholini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va mehr-saxovat tadbirlarini samarali tashkil etish to'g'risidagi qarori xalqimizga xos mehr-oqibat, insonparvarlik, shukronalik, saxovat va bag'rikenglik kabi ezgu fazilatlarning yana bir yorqin misoli bo'ldi. Bu qarorda 10 ming nafar bemor bolalarni, 2300 nafar onkologik, gematologik va onkogematologik tashxis qo'yilgan bemorlarni davolash, 350 nafar bemorlarda jigar va buyrak transplantatsiyasi amaliyotini o'tkazish belgilab qo'yildi. Bunday oliyjanob hujjat chinakam sensatsiya bo'ldi. E'tibor bering, bu ishlarga 690 milliard so'm mablag' ajratildi. Bu aytishga oson. Bu bemorlarning har biri uchun 30 milliondan 50 million so'mgacha mablag' sarflanadi. Eng muhimi, bu bemorlar va ularning yaqinlari o'zlariga inson deb muomala qilinayotgani, dard bilan yolg'iz tashlab qo'yilmaganidan xursand. Eslaylik, ilgari bir bemorning dardiga kim darmon bo'lgan? Kim qaysi bemorning eshigini taqillatib borib, yuring sizni davolaymiz, operatsiya qilib tuzatamiz deb shifoxonaga olib kelgan? Bularning barchasi bugun davlat darajasida bo'lyapti. Bularning hammasini prezident aytib nazorat qilib turibdi. Va bu raqamlar ortida minglab vatandoshlarimizning ertangi kunga ishonchi, bolalar quvonchi va oilalardagi xotirjamlik borligini ko'z oldingizga keltirsangiz, nechog'li xayrli ishga start berilganiga amin bo'lasiz. Muhimi, qarorligicha qolib ketmadi. Imzolangan kunning o'zidan ijroga kiritilib, oilalarga xushnudlik baxsh etishni boshladi. O'zbekiston yetakchisi Shavkat Mirziyoyevning o'ziga ham, mutasaddilarga ham tinchlik bermaydigan xalqchil islohotlar markazida inson qadri turar ekan, davlatning eng katta boyligi xalq, oltindan qimmat resurslari esa kelajak avlod ekanligini yuragidan o'tkazyapti yurtdoshlarimiz. Prezidentimiz Qurbon hayiti arafasida hayotbaxsh qaror berdi. Davlat hisobidan 690 milliard so'm ajratdi. Minglab ehtiyojmand oilalarga sog'lik, imkoniyat qo'l cho'zdi. Qadr topgan insonlarning irodasi bo'ydanda o'sib ketdi. Qarang, bu his qanchalik kuchli qildi odamni. Xastalikka taslimlarni-da dardga so'z bermaslikka o'rgatdi. Kattakon rahmat aytaman prezidentimizga. Imkoniyatim yetmasdi shuncha katta summa bilan operatsiya qilishga. Shuning uchun prezidentimizga rahmat deymanki, shuncha bizga shart-sharoitlar qilib berayotganlari uchun. Transplantatsiyani ochganlari uchun prezidentga rahmat aytamiz. 7-osmonda yurgandek yuribmiz-da. Davlat rahbarining ahamiyat berganiga xursandman men. Shunaqa qadrli inson ekanman. Hayotda rostdan xursand bo'ldim. Ikkam 60 yoshimda uchib yuribman. Xursandchiligimni chegarasi yo'q. Prezidentimiz boshimizda omon bo'lsin ilohim. Tani sog' bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin ilohim. Odina Odilova farzandini yurak tug'ma nuqsoni bilan qo'liga olgan. O'shandan buyon ayol dunyolarga sig'may yashayotgandi. Operatsiya, xarajat, yo'l, shifoxona hammasi bir-biriga ulanib, oilaning imkoniyatidan baland devor bo'lib turardi. Qurbon hayiti munosabati bilan quvonchli mujdalar keldi. Prezidentimiz qaror berdi. Bepul jarrohlik imkoni, vaucher eshik qoqib kirdi. Mutasaddilar va shifokorlar davlatning siz yolg'iz emassiz degan amaliy javobini yetkazishdi. Prezidentimiz e'tiborga tushibsiz. Rahmat prezidentimizga shunchalik e'tibor qildi. Endi nevaramiz o'zi birinchi nevaram bo'lsa, qo'qasda bu nima ekan, qanaqa ekan endi bu yog'i nima qilamiz ekan deb yuruvdi. Bizga umid berdi. Prezidentimiz nevaramizni kelajagi xudo xolasa porloq bo'ladi. 7-osmonda yurgandek yuribmiz-da. Bobo sifatida baxtliman. Davlatimiz rahbari bugungi kunda an'anaga aylanib qolayotgan Ramazon hayitida ham xuddi shunday 500 ga yaqin Andijon viloyatidan yuqori texnologik operatsiyaga muhtoj, ijtimoiy himoyaga muhtoj bemorlarda jarrohlik amaliyotlari o'tkazib berilgan bo'lsa, mana Qurbon hayiti munosabati bilan ham mingga yaqin bolajonlarni og'ir xastaliklarida operatsiya jarayonlarini amalga oshirishi belgilangan. Biz butun Andijon viloyatini tibbiyot xodimlari bel bog'lab, mazkur ezgu ishda o'zimizni bor kuch-g'ayratimiz bilan harakat qilamiz. Nafaqat
Andijonda balki respublikada ham amalga oshirilishi qiyin bo'lgan, amalga oshirilmaydigan buyrak, jigar ko'chirib o'tkazish amaliyotlari hamda yurak xastaligi bor bemorlarda ochiq yurak operatsiyalarini amalga oshirilishi xalqimiz tugul biz vrach tibbiyot xodimlarini ham orzusi edi. Hayolimizga ham, tushimizga ham kirmagan edi. Bugungi kunda davlatimiz rahbarini aholi salomatligi yo'lida olib borayotgan sa'y-harakatlari natijasida ushbu amaliyotlar, hatto viloyatimizning 2 ta tumanida buyrak ko'chirib o'tkazish amaliyotining amalga oshirilishi bu tibbiyot sohasidagi katta islohotlarning mevasi deb bilamiz. Onaning ko'zida minnatdorlikdan ham chuqurroq tuyg'u uyg'ondi. Boboning yelkasidan og'ir yuk tushdi. Oilalarni dadil qilgan, qadriga qo'shib qaddini ham ko'tarib yuborgan islohotlar juda hayot baxsh. Respublika miqyosida 10 ming nafar bolada murakkab jarrohlik amaliyotlari davlat hisobidan qoplab berilishi xalqchil ijtimoiy siyosat degani. Toshkent viloyatining Nurafshon shahrida ham oilalarga nur kirdi. Feruza va Alibekning endi dard orzularini yuta olmay qoldi. Qizim tug'ilgan payti 2 tomonlama maymoqlik diagnozi bilan tug'ilgan. Hozir 2 marta operatsiya qildirdik. Bu 3-chisi. Mana prezidentimizga rahmat. Shunaqa kam ta'minlangan oilalarini inobatga olib, mablag' ajratib beribdilar. Operatsiyasi 15 millionga tushishi kerak edi menga. 8 yil bo'ldi mana nogironman, mana shunday o'tiraman. Qizimga alohida dori-darmon olib berishim kerak. Shular hammasiga ketadi-ku, bitta xo'jayinim ishlagani bilan men shu narsani yetkiza olmayotgandim. Hozirda men shu narsaga men muhtojman. Xursand bo'ldim mana shu voucherlar bizga ham berilganiga. Operatsiya qilish kerak dedi. Doktorga ko'rsatib, shunaqa tekin qilib berar ekan bu deb kelinim eshikdan kirib Undan yig'laversa quchoqlab yig'labman men ham. Nevara keldim. Davlat rahbarining ahamiyat berganiga xursandman men. Prezidentimizga rahmat. Buni chevaramga mana operatsiyasiga yordam berib, tekin yo'llama berib, rahmat. Umr uzoq bo'lsin. Hech chamanchilik ko'rmasin. Xushxabar haqida eshitgan vaziraning orzulariga ishonch kirdi. Atigi 10 soniyada mana shu uychani menga tayyor qilib berdi. Dard orzularini yutayotgan bolalar kasallik endi taqdir emasligiga ishonishyapti. Chunki imkoniyat qo'l cho'zdi, davlat yelka tutdi, ishonch berdi. Bolajonlar dard oldida yolg'iz qo'yilmadi. Prezidentimiz Qurbon hayiti oldidan xalqchil qaror berishi ortidan na hayit, na bayram totiydigan onalarning ko'ngliga chiroq yoqildi. Ular dilbandlarning kelajagiga daxldor shirin niyatlarini ko'mib bo'lishgandi. Endi umid, ishonch qaytdi. Hali operatsiya stoliga yotmasdan ona bolalar istiqbol haqida rejalarni tuzib ketishdi. Qani ayting, dard bilan kurashayotgan oila uchun bundan-da katta siyosat topiladimi axir? Keyingi rejamiz qanaqa? Muzli qasr. Muzli qasrmi? Qoyil. Prezidentimizning Qurbon hayiti munosabati bilan xayrli tashabbusi mamlakatda 2300 nafar onkologik va gematologik tashxisi qo'yilgan bemorlarga umid berdi. Ularni tibbiy tekshiruvdan o'tkazish, davolash va jarrohlik amaliyotlari xarajatlarini davlat qoplab berishi oilalar boquvchisini yana faol hayotga qaytaradi. Farzandlarga orzu qilish, maqsad qo'yish baxtini beradi degani. Andijonlik vazira qattiq kuyish jarohati sabab bolaligining o'yin-qaroq yillarini osmonga sakrab emas, to'shakka mixlanib o'tkazayotgandi. Prezidentimizga rahmat, umrlari uzoq bo'lsin. Uysizlarga uy berdi. Pulsizlarga pul beryapti. Mana bizga navbat kelgan ekan. Jalaquduqni chegara hududidan keldik. Rahmat. Bizni ham mana e'tiborga olibdi, qadr qildi, boshimiz ko'kka yetdi. Bitta men emas, ota-onasi, buvalari hammamiz xursandmiz. 16 yoshli Fotimaning ham kuyish dardi orzularini ko'mgandi. Har ikki qiz ham yuqori texnologiyali plastik jarrohlikka muhtoj edi. Ko'pchilik bunday amaliyot xorijda bo'ladi. Ustiga ustak juda qimmat turish haqida ko'p aytardi. Bemor va yaqinlari bundan ezilardi. Xushxabardan ko'ngli o'sganlar yarim shifo topgandek quvonib ketishdi. Men jismoniy tarbiyaga qatnasha olmasdim. O'rtoqlarim yugursa, meni olib qo'yishar, senga mumkin emas deb. Men kelajakda shunaqa o'zimga o'xshagan imkoniyati cheklangan bolalarga shifokor bo'lishni maqsad qildim. Prezidentimizga kelajakda orzu qilishimiz uchun imkoniyat yaratib berganiga juda katta rahmat aytaman. Kasallik bilan qolmaganim meni va oilamni juda ham baxtli his qildiryapti. Kumushning onkologik dard bilan kurashib, oxiri irodasi singandi. Eshigiga voucher xushxabar bo'lib kelmaganida moddiyatsiz, shafqatsiz dardni yengib bo'lmasligini yaxshi bilardi.
Mana nima uchun u to'lib toshib quvonyapti. Davlat e'tibor markazida saqlagan kumushda vujudidagi o'simtadan-da kuchli iroda o'syapti. Ha, kumush endi oltin ayolga aylandi. Dard sochini tolasigacha tortib olgan ona o'zi uchun go'zallikni qayta yaratdi. Hayotga, tuzalishga muhabbati ortdi. Kasallik mening taqdirim emas deb ishonyapti. Ancha miqdorda pullar sarflanar ekan, mablag' yetkazib bera olmaydigan kunlarimiz bo'ldi. Aptekalarga borib iltimos qilardim. Prezidentimiz e'tiboriga tushib, kerakli insonman ekan. Yana ham hozir yashash uchun kurashishimga turtki bo'ldi. Davolanishimiz uchun hamma imtiyozlarni jo'natib yuboribdi. Qadrim bor ekan, rostdan ham shunaqa qadrli inson ekanman. Hayotda rostdan xursand bo'ldim. Sevinch ko'z yoshlari hozir yig'layotgan ko'z yoshlarim. Umidimni uzayotgandim-da yashash uchun. Allohim mana mo'jizasini ishonib kutayotgandim. Mo'jizasini ko'rsatdi. Prezidentimizni diliga soldi. Muhtaram prezidentimizga shunaqa o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rak yovuz bo'ladi, ammo davlat e'tiboridan, suyansa tog' bo'lganidan shifo topgan taqdirlar ko'p. Ana shunday mo'jizalar xastalikka taslim bo'lmaslikni o'rgatdi bemorlarga. O'zimda yo'q, xursand bo'lib ketdim. Prezidentimizga rahmat. Shunchalik sharoit yaratib, valisalarni bepul qilib mana bundan 7 oy oldi. Ruhim tushib ketdi. Hayotga qiziqishim oshdi. Yasharyapman, Allohga shukr. Prezidentimiz tomonidan mana insonga qadr qilganini ancha-muncha davlatda yo'q bunaqa odamga mehrlik bo'lish. Nurafshon shahridagi taqdirlar ham dardni bedavo deb atamay qo'yishdi, chunki davlat ishonch madad berdi. Endi ular uchun eng katta tayanch men yolg'iz emasman degan ichki ovoz. Shifokorlar ham buni tasdiqlaydi. Ishonch tiklangan joyda organizm javobi ham o'zgaradi. Bemorning ko'zlaridagi yosh bu safar og'riqdan emas, umiddan paydo bo'ldi. Boquvchim yo'q, o'g'lim yo'q. Bilmay yurgan ekanman, 1 yil o'tib ketibdi. Shu o'simtak bor ekanda, yana ximiya quyishga to'g'ri keladi. O'zgina qiynalyaptim, endi qiyinchiligim o'tib ketar. Xushxabarni men vrachimdan eshitdim. Rosa xursand bo'ldim lekin. Prezidentimiz boshimizni omon bo'lsin ilohim. Tani sog' bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin ilohim. Davlat rahbarining inson qadrini islohotlar markaziga qo'ygan tashabbusi bilan dardmand insonlar kasallik oldida yolg'iz qoldirilmadi. Rahmat. Xursandchiligimizni ichimga sig'dira olmayman. Hali ham eslab xursandchilik nimasini chiqara olmadim ichimdan. Xursandman juda. Toshkent viloyatining O'rtachirchiq tumanida yashovchi Go'zal Shamatova ham endi dardga taslim bo'lgisi yo'q. Televizorlarda ko'rdim-da. Poshsho ota menga yetib kelarmikan? Meni ham qizim kasal, 2-guruh nogironi dedim. Kechasi uxlamadim. O'tirib chiqdim 6da doktor telefon qilyapti-da. Allohning sevgan bandalari bor ekan. O'shalarga aytibdiki, menga yetib keldi. Ertalabdan menga quvonch bag'ishladi. Xolajon, sizni bolangiz operatsiyasini hammasini ko'tardi. Mana prezidentimiz qo'llab-quvvatladi dedi. Ishonasizmi? Ikkam 60 yoshimda uchib yuribman. Xursandchiligimni chegarasi yo'q. Men xursand bo'ldim bolam uchun. Bu narsani sizlar tasavvur qila olmaysizlar. 2 yildan beri yotgan bolam ovqat yemasdi. Juda og'ir ahvolda ekanmiz. Yura olmasdi ham. Ximiyalar olish kerak, davolashimiz kerak deb qiynalganman. Prezidentimizga ming rahmat, ming rahmat. Eliga, yurtiga, koriga yaraydigan farzandlar qilaman bolalarini. Xuddi prezidentimizga o'xshagan el xizmatidan toymaydigan farzandlar qilaman, Xudo xolasa. Ilgari murakkab jarrohliklar ortida xorij, safar, xarajat, imkoniyat chegarasi turardi. Bugun esa viloyatlar darajasida o'sha amaliyotlar bajarilmoqda. Jigar, buyrak, ilik ko'chirib o'tkazish operatsiyalari uchun xorijiy kasalxonalar eshigiga borishga, qarindosh urug'largacha cho'ntakni qoqishga
to'g'ri kelgan holatlar uzoq tarix emas. Bugun bunday murakkab, yuqori texnologiyali jarrohliklarning viloyatlar darajasida uddasidan chiqilyapti. Shifokorlar xorij tajribalari bilan bo'ylashishni o'rganishdi. Hayit ayyomi munosabati bilan 350 nafar bemorda ana shunday transplantatsiya amaliyotlarining mahalliy sharoitlarda bajarilishidan anglash qiyin emas. Bu milliy tibbiyotda yangi davr boshlanyapti degani. Ha, natijalar O'zbekiston yetakchisining tibbiyotni, inson qadrini ko'tarish yo'lidagi xalqchil islohotlari mahsuli.